Bir ayol o'z boshdan kechirganini shunday hikoya qiladi. Erim vafot etdi. O'shanda men 30 yoshda edim. 5 ta farzand bilan qoldim. Dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Yig'layverib ko'zlarim shishib ketar, umidsizlikka tushib qolardim. G'am, alamlar atrofimni o'rab olgan edi. Farzandlarim hali kichik, bizni ta'minlab turadigan odam yo'q. Erimdan qolgan pullarni tejab ishlatardim. Bir kun xonadonimda o'tirganimda radioni yoqdim. Qur'oni Karim nomli eshittirish berilayotgan ekan. Unda bir olim kim istig'forni ko'p aytsa, Alloh unga har qanday g'amdan chiqish yo'lini, har qanday torlikdan kenglikka o'tish chorasini ko'rsatib qo'yadi deganlar deb maviza qildi. O'shandan keyin istig'forga astoydil berildim. Bolalarimga ham uni o'rgatib qo'yib, ko'p aytishlarini tayinladim. Oradan 6 oy o'tgach, uyimizga qadimiy buyumlarga pul berilishi haqida xabar keldi. Biz ham shu loyihada ishtirok etib, o'zimizdagi eski buyumlarni olib borsak, ularni million junayxlarga olib qolishdi. Katta o'g'lim mintaqadagi oliygohga o'qishga kirdi. Qur'onni yod oldi. Keyinchalik ishi o'nglanib, odamlarga ko'mak beradigan insonlardan biriga aylandi. Shunday qilib uyimiz yaxshiliklarga to'ldi. Tinch, xotirjam yashay boshladik. Alloh taolo barcha farzandlarimni isloh qildi. Hammalari yaxshi insonlar bo'lib voyaga yetishdi. O'zimdan g'am, qayg'u, iztiroblar aridi. Ha, albatta. Bularning barchasi istig'forning ajoyibotlaridan edi. Ko'plab insonlar istig'forning foydasidan bexabardirlar. U g'amlarni arituvchi, mashaqqatlarni ketkazuvchi, rizqning kengayishiga sabab bo'luvchi katta omillardan biridir.